Bugungi mavzuyimiz derealizatsiya va depersonalizatsiya degan simptomlar haqida. Ya'ni xavotirga ko'p uchraydigan odamlarda bu narsa tez-tez bo'ladi. Derealizatsiya degani insonni ongi o'zgargan holatda bo'lib qoladi. Tashqi muhit boshqacha tuyuladi. O'sha bir muddatda sizga atrof xuddi bir tushdagidek ko'rinadi. Sizga tanish bo'lgan joylar notanishdek ko'rinadi. G'alati bir kartondanmi yoki bir kinodagidekmi bo'lib qoladi. Siz tanigan joylarni tanimay qolasiz yoki hech qachon bilmagan joylaringizni xuddi biladigandek tuyuladi. Mana shunaqa ongingizni o'zgargan holati. Bunda inson albatta qo'rqib ketadi. Jinni bo'lib qoldim deb qo'rqib ketadi birinchi o'rinda. Nega mani ko'zimga bunaqa ko'rinyapti? Mana masalan, tinchgina ketayotgan edim, birdaniga mana shu ko'chada menga umuman notanish bo'lib qoldi. Umuman tushimdagi bo'lib qoldi. Tushuntira olmayman, g'alati, o'yinchoqlikka o'xshaydi, haqiqiy emasga o'xshaydi. Mana shunaqa holatga tushib qoldim deb qo'rqib ketadi va aniq jinni bo'ldim, aniq endi esim og'yapti, mani jinnixonaga olib ketishadi deb yuragi urib, judayam katta vahimaga uchraydi bunaqa odamlar. Va shunga o'xshash depersonalizatsiya holatlari ham bo'ladi. Bunda inson o'zini o'zi idrok qilishi buziladi. Ya'ni bo'layotgan voqealar men bilan emas deb o'zini tashqaridan kuzatishni boshlaydi, qanaqadir alohida bo'lgandek. Man kimman o'zi, man nimaman, man bilan bo'lmayapti bu voqealar degan o'zini his qilishi, o'zini yo'qotib qo'yishi, o'zini idrok qilishi buziladi. Mana shu narsa depersonalizatsiya deyiladi. Bu narsa odatda nisbatan normadagi insonlarda ham bo'ladi, sog'lom odamda ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bemahalda uxlasa, mazasi bo'lmasa yoki kuchli stressga uchraganda ham bo'lishi mumkin. Odatda sog'lom odam e'tibor bermaydi. Bemahalda uxladim de, siqilgandim de, boshim aylanuvdi de, shunga bo'lsa kerak deb e'tibor ham bermay o'tib ketadi. Lekin ko'p xavotirga uchraganlar, xavotirli buzilishdagi insonlar, depressiyadagilar, vahima hujumida qolib ketadiganlar bu narsaga ko'p uchrashadi va buning ichidan chiqib ketishligi qiyin. O'zi derealizatsiya paytida nima bo'ladi? Inson katta stressga uchraydi. Masalan, katta stressga uchraganda siz kutgandek natija bo'lmaydi. Siz o'ylagandek emas bo'lib chiqadi. Siz xohlagandek emas, boshqacha yakun topadi bir voqea. Kimnidir yo'qotishingiz mumkin. Juda katta falokat, katastrofa yuz berishi mumkin. Natijada siz rejalashtirmagan yakun topiladi. Siz xohlamagan narsa bo'ladi va tajribalaringizga asoslanib xatti-harakatni qila olmaysiz. Endi mutlaqo boshqacha qarashingiz kerak. Mutlaqo boshqacha harakatlar qilishingiz kerakligini tushungan paytingizda ong qo'rqib ketgandan regressiya qiladi. Ya'ni o'zini eng boshlang'ich rivojlanish darajasiga tushib qoladi. Regressiya bo'ladi derealizatsiya paytida. Ya'ni masalan, odam yaxshi ko'rgan yigiti bilan yurdi, unga turmushga chiqdi va endi turmushga chiqqanda ko'rdiki, bu yigiti judayam yomon tiran inson ekan. Uni o'sha birinchi kuniyoq urib, yomon mayib qildi. Insonni miyasi judayam shokka tushib qoladi. Umuman kutmagan narsa bo'ladi. Nima qilarini bilmay, mana shunaqa qattiq stress natijasida bunaqa odam derealizatsiyaga uchrashi mumkin. O'zi kasal yoki bir nevrotik bo'lmasa ham. Va xuddi shunaqa ko'p xavotirda yuraveradiganlar, depressiyadagilar ham derealizatsiyaga uchraydi. Derealizatsiyada aytganimdek, insonni ruhiyati eng boshlang'ich shakllanish darajasiga kelib qoladi. Aytishim kerak, inson ruhiyati 3 ta bosqichda rivojlanadi. Birinchi bosqich chaqaloq tug'ilgandan 0 oylikdan 8 oylikgacha bo'lgan muddatda. Bu muddatgacha bola o'zini alohidaligini bilmaydi. U man kimman, onam kim, ko'krak suti, atrof muhit, tashqi olam hech narsani ajrata olmaydi. Hammasi bir butun deb hisoblaydi. Va 8 oylik yoshga muddatga kelganda bolada man borman degan tushuncha paydo bo'ladi. Man alohida, mana man borman va tashqi muhit alohida, odamlar alohida, mana man borman degan ilk o'sha psixikani rivojlanish bosqichi 8 oyda bo'ladi. 8 oydan 3 yoshgacha bo'lgan bolada separatsiya boshlanadi. Bunda inson o'zini tushunishni boshlaydi, emotsiyalarini anglashi boshlaydi, emotsiyalarini ko'rsatishni o'rganadi.
o'zini o'zi ovutishni o'rganadi, o'zini o'zi tinchlantirishni o'rganadi, chunki ota onasi u bilan shu ishlarni qiladi. Va 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan muddatda insonda endi bir individual holatga o'tish, o'zini shaxs sifatida endi ilk tasavvurlarini qo'yadi, kimnidir yaxshi ko'radi, kimdir yomon ko'radi, mana shunaqa tuyg'ular rivojlanadi. Bu o'sha 6 yoshgacha bo'lgan muddatda. Mana shu 3 ta asosiy psixikani rivojlanish bosqichlari bor. Va o'sha regress bo'lganda, derealizatsiya paytida regress bo'lganida ruhiyatimiz o'sha 8 oylik paytiga tushib qoladi. O'sha paytda inson o'zini o'zi himoya qilish uchun shunchalik torayib, sodda shaklga tushib qoladiki, faqatgina shu man borman va atrof muhit mana shu holatiga tushib qoladi. Endi aytganimdek, sog'lom odam o'sha derealizatsiya paytida aytgandek e'tibor bermaydi va tezda o'zini olib chiqib ketadi bu narsadan. Lekin nevrotiklar, ko'p siqiladigan, ko'p xavotirga uchraydiganlar qolib ketadi buning ichida. Qolib ketadi deganim, u shuning ichida kunlab yashamaydi. Bu epizodlar tez o'tib ketadi, masalan 5 daqiqa bo'lishi mumkin, lekin juda tez bo'laveradi. Har kuni bir necha martalab derealizatsiya bo'lishi mumkin. Shu narsadan chiqib ketish uchun tavsiyalar berishni boshlayman. Birinchi tavsiya qo'rqmaslik. Albatta qo'rqmang deyish yoqimsiz, eshitish qo'rqmang deyish. Lekin nimadan qo'rqmang? Jinni bo'lib qolishdan qo'rqmang, psixoz holatiga tushib qolishdan qo'rqmang. Bu o'sha aytganimdek psixikani eng birinchi bosqich 8 oylikgacha bo'lgan bosqichga tushib qolishingiz aynan shu eng chegaraga keldingiz degani. Bu yog'i albatta psixoz. Siz shu chegaraga keldingiz, to'xtadingiz. Mana shu derealizatsiya sizni qaytanga turtki beryapti. Chiq endi. Stressdan chiqishing kerak, o'zingga o'zing stimul ber, rivojlan, o'zingni yig'ishtirib ol, harakatingni qil, o'tiraverma degandek sizni itarayotgan bo'ladi, xatti harakatga yo'naltirayotgan bo'ladi. Shuning uchun ham siz jinni bo'lib qolmaysiz va eng muhimi, siz derealizatsiyani bilib turibsiz-ku. Ya'ni shu mana shu hamma yoq g'alati tuyulayotgan paytda sizga yoqmayapti, qo'rqib ketyapsiz, bu narsadan qutulmoqchisiz. Bu degani sizni ichingizda shu narsani kuzatib turuvchi sog'lom qismingiz bor. Mana shu qismingiz kuzatib, bilib, yoqmay, tanqidiy qarab turibdi, ya'ni kritikingiz bor. Bu degani siz nevrotiksiz, lekin jinni emassiz, psixopat emassiz. Inson psixoz holatida bunaqa derealizatsiyaga uchrasa, bu narsani norma deb hisoblaydi. Bunaqa narsa hammada bo'ladi, yaxshi bo'lish kerak bo'lgan narsa deb hisoblaydi. Ya'ni o'zini derealizatsiyada bo'layotganini bilmaydi ham. Siz bu narsani bilib turibsiz, noodatiy, g'ayrioddiy va sizga yoqmayapti, demak siz hali qo'lingizda hamma narsa degani. Shu jihatdan ham qo'rqmasligingiz kerak, jinni bo'lib qolaman deb. Keyingisi, bu narsadan chiqish uchun inson o'zini emotsiyalarini anglay bilishi kerak. Ko'pchilik odamlardan nima his-tuyg'ularni boshingdan kechiryapsan, hozir ayni paytda nima ichingda kechyapti, qaysi his-tuyg'u desangiz, aytadiki, jinni bo'lib qolishni o'ylayapman, jinni bo'lib qolsam kerak deb o'ylayapman, oilam buzilib ketsa kerak deb o'ylayapman, ishimdan ayrilinsam kerak deb o'ylayapman, o'lib qolsamchi. Shu paytda aytaman, stop, bu sani o'y-xayollaring, bu sani fikring. Menga sani his-tuyg'uing kerak. Nimani his qilyapsan? O'y-xayolingga ham kelamiz hozir, lekin shu fikrdan kelib chiqayotgan nima tuyg'u bor. Tuyg'uing qanaqa desangiz, bilmaydi. Tuyg'usini eshitmaydi yoki nomlolmaydi. Shuning uchun his-tuyg'ularimizni aniqlashni o'rganamiz. His-tuyg'ularni jadvalini Telegram kanalimda ham berganman va his-tuyg'ularni namoyon qilish haqida video ham olganman, topib ko'ring. Inson o'zini bir necha xil tuyg'ularni o'rganib olishi kerak. O'sha jadvalga qarasangiz, qanaqa tuyg'ular borligini eslaysiz. Masalan, qo'rqib turibman, mana jinni bo'lib qoldim deb o'ylayapman, qo'rqyapman, ichimda qo'rquv bo'lyapti. Yoki ko'rib xursand bo'lib ketdim, xursand bo'lyapman, shodlik bo'lyapti, xavotir, hayajon. Mana shu hamma his-tuyg'ular bilan ko'rishib, tanishib, eslab oling va o'sha ayni damda nima his qilyapman deganingizda, o'zingizga savol berganingizda, mana shu tuyg'u bo'lyapti ichimda deb tuyg'ungizni registratsiya qilishni o'rganishingiz kerak va emotsiyalaringizni anglatish uchun. Va mana shu aytganimdek ichingizdagi kritik bor, o'sha derealizatsiyani ko'rib turgan, bilib turgan, sizga yoqmayotganligini bildiradigan
insoningizga aytasizki, mana shu derealizatsiya bo'lgan paytda kuzatamiz. Derealizatsiya paytida qochaman deb, qo'rqib ketib, chaqaloqqa o'xshab tipirchilamaysiz. Siz o'shani ichida qolib, xavotiringiz ichida qolib, mana shu voqea g'alati tuyulayotgan atrof muhitga qarab, uni o'rganib, aha deb kuzatasiz, buni ichida qolasiz. Va yana yaxshi texnika bor. O'tirib olib bir kunda, derealizatsiya paytida emas, normal holatingizda o'tirasizda, atrofingizda ko'rayotgan 5 ta predmetni narsasini, 5 ta narsani nomini yozasiz. Ideal holatda yozing, iloji bo'lmasa o'zingizga o'zingiz gapirsangiz ham bo'ladi yoki ichingizda aytsangiz ham bo'ladi. Ayni paytda nimalarni ko'rib turibman? Ayni paytda mana shkaf, mana stol, gul, kamera, parda, mana shunaqa deb 5 ta ayni paytda ko'rinib turgan narsani aniqlab olasiz. Keyingisi sizga eshitilayotgan 3 ta tovush, ovozni belgilaysiz. Aha, bu yoqda demak bolalarning ovozi kelyapti, ko'chada qushlar sayrayotgani eshitilyapti va bu yerda televizorda bir ko'rsatuvning ovozi kelyapti deb 3 ta ovozni belgilab olasiz. Keyingisi sizga kelayotgan hid. 2 ta sizga kelayotgan hidni aniqlaysiz. Nimani hidi kelyapti? Demak, gul hidi kelyapti, atirimni hidi kelyapti yoki kimdir ovqat qovuryapti yoki shunchalik bir atrofingizda hidni topa olmasangiz, o'zingizni tanangizda hidlab ko'rasiz. Odam o'zini ham hidi bo'lishi mumkin. Atirim qanaqa hidlar, sochlarim qanaqa hidi. Mana shunaqa deb 2 ta hidni belgilab olasiz va oxirgisi bitta yaxshi fikr bildirasiz. Bo'lmasa ham to'qib chiqaring, yaxshi fikr o'ylab toping. Mana bahor keldi, quyosh chiqib ketdi va nihoyat kunlar isiydi, endi yaxshi kayfiyatim ko'tariladi deb bitta yaxshi fikrni aytasiz. Mana shu narsani kuniga 3 marta qilasiz va har safar qilganingizdan keyin ayni damda nimani his qilyapman? Ayni damda xotirjamman yoki ayni damda g'amginman, ayni damda xavotirim bor, ayni damda xursand bo'lib ketyapman. Mana shunaqa ayni damda, shu sekundda nima his qilayotganingizni aniqlaysiz. Bu bilan siz o'zingizni his qilishni, o'zingizni emotsional tushunishni, umuman hozir va shu yerdagi qaytishni o'rganib olasiz. Va xuddi shu narsani kuniga 3 marta qilganingizda, bu narsa sizga ko'nikmadek bo'lib qoladi va psixologga borganingizda ham nimani his qilyapsan deganda, shartta nimani his qilayotganingizni ayta olasiz. Va eng muhimi, derealizatsiya paytida, ya'ni o'sha hamma narsa g'alati ko'rinayotgan paytda xuddi shu texnikani o'sha paytda qilasiz. Ya'ni o'zingizga tashqaridan qarab, buni ichida qolib, derealizatsiya paytida qo'rqib tipirchilamasdan qaytanga kuzatib, 5 ta narsani nomini aytib, 3 ta tovushni nomini eslab, 2 ta hidni his qilib va bitta yaxshi fikr bildirganingizda derealizatsiyadan sekin chiqib ketasiz. Ya'ni unga bo'lishga ruxsat berasiz, xuddi boshqa mamlakatga tushib qolgandek kuzatasiz, tomosha qilasiz, qanaqa ekan, ajoyib ekan va maksimal darajada bu derealizatsiya holatingizdan rohatlanasiz. Qo'rqishni o'rniga rohatlanishingiz kerak. Narkomanlar mana shunaqa holatga tushish uchun ataylab narkotik qabul qilishadi, ataylab ma'lum tabletkalarni ichishadi. Sizda tabiat bergan shunaqa bir inom desa bo'ladi. Mazza qilib olishingiz kerak, tuzalib ketasiz. Mazza qilganingizdagina bu narsa sekin kamayib ketadi. Ya'ni bu derealizatsiyani qabul qilib, emotsiyalaringizni aniqlab, registratsiya qilishni o'rganganingizda borgan sari kamayib ketadi. Kuniga 3 marta bo'layotgan bo'lsa, keyin bir haftada bitta keladi bu. Keyin bir oyda bitta keladi bu holat. Shu bilan bir yilda bitta keladi va sizni butkul tark etadi, hatto ba'zan sog'inib qolishingiz ham mumkin. Va 3-chi tavsiya, derealizatsiyadan qutulish, umuman o'zi xavotirlardan qutulish uchun juda ko'p muloqot qilishga harakat qiling. Chunki aynan siz kam gapligingiz uchun, boshqalarga emotsiyangizni bildirmaganingiz uchun, boshqalar bilan dardingizni bo'lishmaganingiz uchun, ichingizga yutib, o'zingiz bilan o'zingiz ovora bo'lganingiz uchun xavotiringiz kuchayaveradi va derealizatsiya holatlariga ham ko'p keladigan bo'lib qolasiz. Shuning uchun maksimal darajada ko'p gaplashing. Agar sizni tushunadigan yaqinlaringiz bo'lsa, dardingizni to'kib soching, ichingizga yutib yurishni bas qiling. Hech kim kelib o'zidan o'zi nima bo'ldi deb so'ramaydi. Yo psixologga boring, bo'lmasa yaqinlaringiz bilan gaplashing. Shunchalik yaqinlaringiz hech kimingiz bo'lmasa, ko'chaga chiqib qo'shnilar bilan gaplashing, hech bo'lmaganda do'konchi bilan gaplashing.
tanishing, yuzaki bo'lsa ham tanishlar orttiring, muloqot qiling, suhbatlashing, ko'p gaplashing. Aynan shu ko'p gaplashganda insonda boya aytganimdek man borman alohida va tashqi olam degandek o'rtada chegara bo'lishi kerak. Mana shu chegara mustahkamlanadi va odam o'zini o'zi aniqlaydi, tushunadi, borligini biladi, emotsiyalarini biladi, o'zini tinchlantirishni o'rganadi. Bu narsa albatta insonlar bilan muloqot qilgandagina shakllanadi, rivojlanadi. Mana shu tavsiyalardan foydalaning, shifo toping. Sizlarni individual konsultatsiyalarimda kutib qolaman. Kontaktlarim tagida qoldirgan bo'ladi videoni. O'zingizni asrang. Xayr.